Assalomu alaykum. Ilon baliq ishqibozlari. Bugun uy sharoitida ilon baliq boqish usullari deydimi, shunaqa boqishi haqida bir ozgina ma'lumot beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, uy sharoitida mana 10 ga 3 basen 1 yillik tajribani sizlar bilan bo'lishamiz. Inshaalloh qiziqqanlar bo'lsa, video ostida Telegram raqamimizni qoldiramiz. Kerak bo'lsa topib beramiz, o'rgatamiz, qanaqa nima yeydi, hamma ma'lumotlarni tushuntiramiz. Qanaqa suv, qanaqa holat ushlash kerak, qanaqa bu ilon balig'i juda yaxshiligi uy sharoitiga qulayligi. Sovuq suvmi, issiq suvmi, iflos suvmi, yomg'ir suvmi farqi yo'q ekanda. Nima sharoit bo'lsa, qanaqa suv bo'lsa, kran suv, qanaqa suv bo'lsa o'lmas ekan. Chidamli ekan juda. Uy sharoitida o'zingizni oilangizga bir hovuz basen qilib tashlab boqsangiz bo'lar ekan. Juda yaxshi. O'sish yaxshi ekan. Inshaalloh yana keyingi videolarda nima yeydi, nima holatda boqiladi, qaysi vaqt tashlanadi, buni o'z vaqtida tashlamasangiz kasallik bo'lib turib o'lib ketar ekanda. Shuning uchun buni o'z vaqtida tashladigan vaqti bor ekanda, ko'chiradigan vaqt. Misol mandan olsangiz, qaysi vaqtda uyingizga borib basen qilib turib o'zingizni tashlasangiz yashab ketish uchun uni o'zini vaqt soati bo'lar ekanda. Bahor oyida, qaysi oyda tashlanadi, o'sha ma'lumotlarni inshaalloh keyingi videoda mana ma'lumot beramiz. Mana suzyapti, mana qishdan chiqdi, alhamdulillah. O'tgan yil bahorda tashlagandik. Alhamdulillah, yarim kilolik tashlagandik, 700 gram, yarim kilo. Hozir oldi 3 kilo, 4 kiloligi bor. O'tgan yil bahorda bolalagan paytda bolasini uncha tajribamiz nima bo'lmasdan bolasini ko'paytira olmay qoldik. Inshaalloh bu yil yana tajribalarni kuchaytirdik. Bolalasa qanaqa sharoitda bolalarda, ularni hammasini o'rganib chiqdik. Inshaalloh bu yil bolalatamiz. Shu 3 kilolik, 4 kiloliklar bor shu basenning ichida. Inshaalloh yana keyingi videolarda yana kerakli ma'lumotlarni o'rgatishga harakat qilamiz. Qiziqarli bo'lsa, shu uy sharoiti, qishloq sharoiti, oddiy sharoit. Suv mana u aylanib turishi shart emas. Bitta to'ldirib olsangiz, mana kuzda quyilgan suv mana. Bahor bo'ldi mana 3 oy, 4 oydan beri sovuqda turaveradi, lekin yozgi mavsumda bir haftada, 10 kunda, bir haftada almashtirib turilsa yaxshi bo'ladi. Kasallik bo'lmaydi, o'lim kamroq bo'ladi. Bu ilon balig'idagi o'lish nimasi juda past. O'limga juda chidamli, juda oilaviy qishloq sharoitida boqadigan, uy sharoitida boqadigan baliq ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, ostida videoning ostida bir Telegram raqam qoldiramiz. Shunga aloqa qilsangiz, qanday boqiladi, qaysi payt tashlanadi, kerak bo'lsa qanaqasi kerak, kiloligi kerakmi, grammligi kerakmi, bolalatarigani kerakmi, ularni inshaalloh Telegram orqali gaplashamiz. Keyingi videoda inshaalloh nima bilan oziqlanadi, qanaqa holatda boqiladi, qaysi payt ovqat beriladi, qanchadan ovqat beriladi. Inshaalloh 1 yillik tajribamizni ulashamiz. Inshaalloh foydali bo'lgan bo'lsa video. Hammaniga rahmat. Alloh ishlaringizga baraka bersin.